Davom etamiz. Surxondaryo viloyatida ichimlik suvi tizimini modernizatsiya qilish, aholini suv hisoblagich uskunalari bilan ta'minlash hamda energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu nafaqat adolatli to'lov tizimini yaratyapti, balki suv resurslaridan samarali foydalanish va isrofgarchiliklarning oldini olishga ham xizmat qilmoqda. Muxbirimiz Bekzod Qodirov reportaji shu haqda. Surxondaryo suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati faoliyatida aholini sifatli va toza ichimlik suvi bilan uzluksiz ta'minlash, suv resurslaridan samarali foydalanish hamda energiya tejamkorlik texnologiyalarini keng joriy etish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Joriy yilda viloyat bo'yicha suv hisoblagichlar bilan ta'minlangan abonentlar soni 251.495 taga yetdi va qamrov darajasi 81,6% ni tashkil qildi. Sherobod tumani mahallalaridagi eski ko'cha kolonkalari bosqichma-bosqich tugatilib, ichimlik suvi xonadonlargacha olib kirilmoqda. Har bir xonadonga suv hisoblagich uskunalari o'rnatilib, tarmoqqa ulanyapti. Bu esa aholi uchun katta qulaylik yaratib, suvdan faqat sarflangan miqdor bo'yicha haq to'lash imkoniyatini bermoqda. Iste'molchilar ko'chadan tashib ichganda jon soni bo'yicha hisob qilinadigan bo'lsa, endilikda suv hisoblagich qo'yilgandan keyin suv hisoblagichdan o'tgan suvga qarab pul to'laydi. Bu o'z navbatida iste'molchilarga hamda suv ta'minotiga foyda olib keladi. Iste'molchilarga foyda olib keladigan tomoni, oldin jon soni bo'yicha ko'proq pul to'lagan bo'lsa, endi ishlatgan suviga qarab kamroq pul to'laydi. Qiziriq tumanida ham suv hisoblagich uskunalarini o'rnatish ishlari bajarildi. Bu orqali suv elektr energiyasi sarfi kamayib, behuda isrofgarchiliklar oldi olinmoqda. Eng muhimi, aholida suvni tejab ishlatish madaniyati shakllanmoqda. Shu ko'chada istiqomat qiluvchi har bir xonadonga ichimlik suv quvurlari yetkazilib, xonadonga kirgizib berildi. Bepul suv hisoblagichlar qo'yib berildi. Endi hozirgi kunda suv yo'qotishlar qisqardi. Aholi undan tashqari eng asosiysi elektr energiyani tejayapmiz. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori asosida viloyatning 8 ta tumanida 1750 ta suv hisoblagich uskunalari o'rnatish rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar rejadagi barcha uskunalar o'rnatilib, elektron bazaga kiritilmoqda. Eslatib o'tamiz, suvni tejab ishlatish, isrof qilmaslik har birimizning burchimiz. Suv hisoblagich uskunalari esa adolatli to'lov, energiya tejamkorligi va suv resurslarini asrashga xizmat qiladi. Bekzod Qodirov, Xolmat Ne'matullayev. Zamon informatsion dasturi uchun Surxondaryodan tayyorlandi.